Assalomu alaykum hurmatli 8 telekanali Orombash dasturining qadrli ixlosmandlari. Dasturlarimiz orqali e'tiborlaringizga vohamizni, nafaqat vohamizni, balki respublikamizni zabardast hofizlari, yetuk ijodkorlari tomonidan ijro qilinayotgan go'zal navolarni, chiroyli taronalarni taqdim qilib kelyapmiz. Shu o'rinda bu galgi dasturimizda ham dasturlarimiz an'anasiga muvofiq iste'dodli ijodkor, ustoz san'atkorlarimiz munosib izdoshi, o'zini chiroyli sozi, sohir ovoziga ega bo'lgan ustazoda ijodkorimiz Begzod Rahmonni dasturimizga taklif qilganmiz. Avvalambor assalomu alaykum Begzod aka, dasturimizda ko'rib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Assalomu alaykum aziz 8 telekanalining muxlislari, qo'shiqchinavandalari. Bugun Orombash ko'rsatuviga taklif qilganlaringiz uchun sizlarga katta rahmat. Sizlar bilan shu ko'rsatuv orqali ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Rahmat. Salomat bo'ling, yana bir bora xush kelibsiz. Rahmat. Tashrifingizdan boshimiz osmonga yetdi. Hali bugungi dasturimiz orqali o'zingizni chiroyli kuy qo'shiq navolaringiz, qolaversa ustozlarni, dilbar navolarni hurmatli eldoshlarimizga tarannum aylab, hurmatli teletomoshabinlarimiz ko'ngillarini xushnud qilasiz degan umiddamiz. Shunday ekan, keling dasturimiz avvalida hurmatli teletomoshabinlarimizni ko'p kuttirmagan holda sizning ijroingizdagi go'zal navolarga navbatni bersak, ana undan so'ng suhbatni yana davom ettirsak deymiz. Marhamat, 8 telekanali Orombash dasturida iste'dodli ijodkor Begzod Rahmon kuylaydi. Eğer dostlar erur sadık bir-birin kayratib olmaz. Eğer kılsan neçe fitne alarni ajratib olmaz. Demişler mağrur kuşnu bir kafeste esretib olmaz. Vatenden ayrı köngünü bilin kim yayratib olmaz. Beyni bendi bülbülünü çemensiz seyretib olmaz. Vatenden ayrı köngünü bilin kim yayratib olmaz. Beyni bendi bülbülünü çemensiz seyretib olmaz. Vatan deb men bayon qildim, aya do'stlar Muhammadni. Vatanni kim ulug' bildi, aziz bildim men ulkasni. Vatan deb jo'sh urar elsa, ko'targin boshima hasni. Vatandan ayrı ko'ngilni bilin kim yayratib olmaz. Beyni bendi bülbülünü çemensiz seyretib olmaz. Vatandan ayrı ko'ngilni bilin kim yayratib olmaz. Beyni bendi bülbülünü çemensiz seyretib olmaz.
taraddüş eylemeyin dostlar. Hakikat tongi atganda ani tush eylemeyin dostlar. Eğer kim etkasızdır ani huş eylemeyin dostlar. Vatandan ayrı ko'ngilni biling kim yayratib bo'lmas. Bayni bandi bulbulni chamansiz sayratib bo'lmas. Vatandan ayrı ko'ngilni biling kim yayratib bo'lmas. Bayni bandi bulbulni chamansiz sayratib bo'lmas. Diyorim O'zbekistondir, ki andin iftiqorim bor. Demişler chin adolatli, davlati barqarorim bor. Onamdek mehribon munis, vatanim g'amg'usorim bor. Vatandan ayrı ko'ngilni biling kim yayratib bo'lmas. Bayni bandi bulbulni chamansiz sayratib bo'lmas. Vatandan ayrı ko'ngilni biling kim yayratib bo'lmas. Bayni bandi bulbulni chamansiz sayratib bo'lmas. Vatan sen hur yo'lim shonli qadaming tashlagil shaxtam. Faxrila boqqay Abdulla ko'zida shodligidan nam. Panohingni tilab haqdan dilida iltijo har dam. Vatandan ayrı ko'ngilni biling kim yayratib bo'lmas. Bayni bandi bulbulni chamansiz sayratib bo'lmas. Vatandan ayrı ko'ngilni biling kim yayratib bo'lmas. Bayni bandi bulbulni chamansiz sayratib bo'lmas. Chamansiz sayratib bo'lmas. Hasta ko'ngil zor bo'libdir. Kel sevarim, hasta ko'ngil zor bo'libdir. Ko'z soqchi kabi tunlarim bedor bo'libdir. Ko'z soqchi kabi tunlarim bedor bo'libdir. Ishqingda yonib hajr o'tida man kuyadurman. Sensiz nazarim
de bu jahon tar buluptur. İşkingda yanıp hajrotida men kuyadurman. Sensiz nazarimda bu jahon tar buluptur. Hushyorligim oldi meni jami muhabbat. Pinhon sirim barchasi oshkor bo'libdir. Parvona sifat yor visolingga yetolmay dilranju alamlarga giriftor bo'libdir. Parvona sifat yor visolingga yetolmay dilranju alamlarga giriftor bo'libdir. Qo'yginki qadamlarni vafodorlik aylab, oshiqda yurak senga umidvor bo'libdir. O'z ahdida sodiq kishini mard degaylar, har kimsaki lafzida barqaror bo'libdir. O'z ahdida sodiq kishini mard degaylar, har kimsaki lafzida barqaror bo'libdir. Olamdagi odamda bo'lar shivai maqsud. Yetguncha mashaqqatga sazovor bo'libdir. Sayfi tilagim yor jamoling kecha kunduz. Kel kel sevarim jonim ozor bo'libdir. Sayfi tilagim yor jamoling kecha kunduz. Kel kel sevarim jonima ozor bo'libdir. Kel kel sevarim jonima ozor bo'libdir.
Katta rahmat, go'zal navolar, chiroyli taronalar uchun minnatdorchilik izhor etamiz. Boya suhbatimiz boshida ta'kidlab o'tildiki, nega aynan Bekzod Rahmon taxallusi tanlangan? Agar ustozlarga havas qilganman desangiz, masalan, Bobomurod Hamdamov ustozimiz ham familiya bilan chiqqanlar yoki Karimboy ustozga havas qilganmiz. Keling, shu taxallus tarixi haqida ham bir to'xtalib o'tsak dasturimiz avvalida. Rahmat savol uchun. Men ham boshda endi chiqqanda efirga titr yoziladi-ku, endi shu yerda Bekzod Rahmonov deb yozdirib kliplarimni efirga uzatib turardik. Keyin bir yangi klipimiz tayyor bo'ldi. Keyin shu ustoz bilan bir shuni premyerasini bir ko'rmakka borib edik. Shunda ustoz ko'rib bo'ldi, yaxshi chiqibdi, zo'r chiqibdi, qo'shiqing, tabriklayman deb Bobomurod ustoz meni tabrikladidan keyin montajda yigit aytdi, Bekzod Rahmonov deb yozingmi dedi. Mayli yozing deb men ruxsat bergandan keyin ustoz to'xta dedi. Rahmonov emas, Bekzod Rahmon deb yozdir dedi. Endi ustozni nimasidan xursand bo'lib ketdim o'zim ham. Chunki dedi, meni birinchi shogirdim Karim Rahmon bo'lsa, sen ganja shogirdim Bekzod Rahmon dedi. Karimboy Rahmonov ustozimiz ham ko'p biza davralarda birga bo'lganmiz. Ustozni yonida sozandachilik ham qilganman. Havas qilamiz ustozni san'atini, sozini. Endi ko'pchilik meni Karimboy Rahmonovning o'g'li deb bo'lar ekan. Rahmon. Keyin bu yerda so'rab qoldilar, Karim Rahmonovning o'g'limisiz deb. Yo'q, men shu o'g'illar deyman, lekin shogirdiman. Men shu Bobomurod Hamdamov ustozimiz yonida sozanda Ro'zmat Rahmonovning o'g'liman deb aytganman. Savollarga javob berib o'tgansiz. Katta rahmat, javob uchun minnatdorchilik izhor etamiz. Mana hurmatli teletomoshabin do'stlar, dasturimiz orqali nafaqat go'zal navolardan, balki ijodkorimizni shaxsiyati bilan aloqador bo'lgan sirlardan ham boxabar bo'lyapmiz. Hali bu boshlanish Xudo xolasa bizni kuzatishda davom etsangiz, chiroyli navolar qolaversa, go'zal savollarga chiroyli javoblar bilan xonadoningizz mehmoni bo'lamiz. Shunday ekan, keling ana endi ijodiy savollarga o'tadigan bo'lsak, bugungi kunda Bekzod Rahmon qanday ijodiy ishlari bilan bandlar, qanday izlanishlari bilan bandlar? Keling, shu haqida ham to'xtalib o'tsak. Rahmat savol uchun, Orifjon. Bugungi kunda ustozim kuylab o'tgan qo'shiqlarni qaytadan shu musiqiy sayqallar qilib, aranjirovka qilib, yangidan ishlab turibman. Chunki hali ustozimizni biza eshitmagan, hali biza bilmagan qo'shiqlari ko'p ekan. Ustozning qo'shiqlari u davrga ham to'g'ri kelgan, hozirgi davrga ham to'g'ri kelyapti-da. Shunaqa zo'r ijro qilgan qo'shiqlari bor. Umuman til ojiz ta'riflashga. Shu qo'shiqlarni boshqatdan yana zamonaviy qilib, ikkinchi hayotini qaytarib, qo'shiqlarni ijro qilib turibmiz. Shuni yangiliklarimiz bor. Shunday. Katta rahmat, javob uchun minnatdorchilik izhor etamiz. Keling, shu o'rinda ustoz deya ta'kidlab o'tyapmiz. Bobomurod Hamdamov deya ta'kidlab o'tyapmiz. Bizni tomosha qilayotgan, bizni yaxshi bilmaydigan hurmatli teletomoshabinlarimiz ham bo'lishi mumkin. Keling, shu o'rinda ustozlar haqida to'xtalib o'tsak. Shuni ham aytib o'tamizki, iste'dodli ijodkorimiz Bekzod Rahmon O'zbekiston, Turkmaniston xalq artisti Bobomurod Hamdamovning eng suyukli, eng yaqin shogirdlaridan hisoblanadilar. Shunday ekan, keling, ustoz haqida ham to'xtalib o'tsak. Endi ustozimiz O'zbekiston, Turkmaniston xalq artisti, do'stlik ordeni sohibi. Hayot bo'lganlarida ustozimiz 4-mart kuni mana bugun 85 yoshni qarshi olgan bo'lardilar. Afsuski endi oramizda yo'qlar. Joylari jannatdan bo'lsin, iloyim ustozimizni oxiratlari obod bo'lsin. Qolgan yoshlarni farzandlariga, nabiralariga bersin deb tilak qilamiz, niyat qilamiz. Bu bahor oyini boshlanishi bir xursandchilik bilan boshlanadi. 1-mart kuni men dadam Ro'zmat Rahmonov tavallud topgan kunlari. Keyin 3-mart kuni Karimboy Rahmonov ustozimizni tavallud topgan kunlari. 4-mart kuni Bobomurod ustozimizni tavallud kunlari. Har yili
Toshkentda yoki Xorazmda yoki Turkmanistonda nishonlar edik ustozni tug'ilgan kunlarini. Juda bir chiroyli bo'lib, san'atkorlar kelardi. Bir soat suhbat qilib, bir chiroyli qilib o'tirardik tug'ilgan kunlarini. Joylar jannatdan bo'lsa ustozimizni. Oxiratlari obod bo'lsin deymiz. Demakki, mart oyi bayramlarga haqiqiy bir to'ylarga uylanadigan oy ekanda sizlarda oilaviy olib qaraydigan bo'lsak, albatta. Mart oyidan keyin mana 8-mart, 21-mart ayollarimiz bayrami, qolaversa Navro'z bayrami, umumxalq bayrami ham ulanib ketar ekan. Katta rahmat, javob uchun minnatdorchilik izhor etamiz va keling shu o'rinda ustozni bejizga xotirlab o'tmadik. Ana endi ustoz ijodidan qaysi taronalarni eldoshlarimiz e'tiboriga havola qilamiz. Bugungi ko'rsatuv ham 70-80% qo'shiqlarimiz shu Bomurod ustozni qo'shiqlaridan. Chunki meni qo'shiqlarimni eshitadigan muxlislar ham ko'psi Bomurod ustozning muxlislari. Ixlosmandlari, shinavandalari ustozni. Ustozni shuni yaxshi ko'radilar. Ustozni shu bor yerimizdan davraga kirib borsalar, hamma o'rnidan turib qarsak bilan kutib qoladilar. Ko'p xizmatlarda ustoz bilan birga bo'lganmiz, yanında sozanda bo'lib yurganman ko'p yillar. Mana hozir biza to'ylarga borsak ham shu ustozni qo'shiqini so'raydilar ko'pincha. Ustozni qo'shiqini aytib bering, bu qo'shiqni aytib bering deb takliflar tushadi, talablar tushadi. Chunki biz shu ustozni yonida yurgandan keyin ozgina bo'lsam shu ustozni soziga o'xshatib chalganimiz uchun, aytganimiz uchun shuni talab qilsalar kerak. Chunki bizlar ham hali hech kim emasmiz. Ustozni bir yonida yurib, ozgina bo'lsam san'atini olib, o'zimiz ham bir kichkina san'at bilan shu bir nimada kelyapmiz. Nima deydi buni? San'at yo'lida kelyapmiz. Bizlar ham shu yaxshi kunlarga, tadbirlarga, to'ylarga chaqiradigan insonlar asosan shu Bomurod ustozning muxlislari, ixlosmandlari. Sizni ustozni yonlarida ko'rib, shu orqali chaqiradilar, bayramlarga taklif qiladilar, yaxshi kunlarga taklif qiladilar. Ilohim har doim mana shunday ustoz yaratgan yo'lni munosib davom ettirib, ustozni muxlislarini, qolaversa o'zingizni muxlislaringizni ko'ngillarini xushnud qilib yurishingiz tilakdoshimiz. Keling, ana endi ustozlar yaratgan go'zal navolarni sizning ijroingizda davom ettirsak, ana menimcha nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Marhamat, 8TV telekanali Orom baxsh dasturida iste'dodli ijodkorimiz Bekzod Rahmon kuylaydi. Ko'ngilda aytarga bir merem tapalmasman, keterge boş alıp çöller ara hemdem tapalmasman. Yüreğim gussaga toldu, kişim yok aytarga holim. Netay dard aytgidik, bir dard men odam topolmasman. Kularlar kahkahaylab, nechuk beg'am kishilardir. Kularga bir zamoni xotiri beg'am topolmasman. Kularga bir zamoni xotiri beg'am topolmasman. Davday aga mene
Jarohat bo'ldi bag'rim, jarohat bo'ldi bag'rim. Tiri hasratdan men naylay, yurib izlab tabiblardan anga malham topolmasman. Yürüp izlab tabiplerden ana melhem kapalmasman. Garm yelkimni oldi, qo'shim tarqaldi. Qatorimdan bir karvonim yo'qoldi. Gulimning g'unchasi so'ldi, sarg'aydi. Ustozimni bodi xazon olib ketdi. Yuragimni dağlı hicran ap gittin. Ustazımı vadi hazan ap gitti. Yüreğimni dağlı hicran ap gittin. Polvon edim, g'ayratimdan ayrıldım. Ummon edim, himmatimdan ayrıldım. Vaqti bevaqt ustozimdan ayrıldım. Ustozimni hodi xazon olib ketdi. Yuragimni dağlı hicran ap gittin. Ustazımı badi hazal ap gitti. Yüreğimni dağlı hicran ap gittin. Ah neyleyim bugün bağrım yaradır. Cigerge ot düşüp yanıp baradır. Abad uyum indi matem saradır. Ustazımni vadi xazon olib ketdi. Yüreğimni dağlı hicran ap gittin. Ustazımni bodi xazon ap gitti. Yüreğimni dağlı hicran ap gittin.
turmas farohat g'am lashkari lashkar tuzdi betoqat bilmadim qayerdan keldi bu ofat bilmadim qayerdan keldi bu ofat ustozimni bodi xazon olib ketdi yuragimni dog'i hijron olib ketdi ustozimni bodi xazon olib ketdi yuragimni dog'i hijron olib ketdi endi kosib izlagayman nechora kunda 100 bor o'ylagayman nechora kumri qo'shdek bo'zlagayman nechora ustozimni vodiy xazon olib ketdi yuragimni dog'i hijron olib ketdi ustozimni vodiy xazon olib ketdi yuragimni dog'i hijron olib ketdi yuragimni dog'i hijron olib ketdi Katta rahmat, go'zal navolar, chiroyli taronalar uchun yana bir bora minnatdorchilik izhor etamiz va endi savollarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bugungi kunda bilamizki, O'zbekiston Davlat filarmoniyasi Xorazm viloyat bo'linmasida xonanda sifatida o'z faoliyatingizni olib boryapsiz. Hali mana yaqinda azim poytaxtimiz Toshkentda Xalqlar do'stligi san'at saroyida filarmoniya jamoasi bilan birgalikda Xorazmchasiga deb nomlangan konsert dasturini ham eldoshlarimiz e'tiboriga havola qildingizlar. Keling, ana shu konsert dasturi haqida ham bir to'xtalib o'tsak. Adashmasam, konsert dasturida ustozni taronalari bilan chiroyli chiqishlar qilgansiz. Ha, to'g'ri. Keling, shular haqida ham bir to'xtalib o'tsak. Bugungi kunda bizani filarmoniyamizda katta bir jamoa shakllanib, katta ish jarayoni davom etib turibdi. Mana yaqinda yangi rahbar tayinladilar. Xalqimiz sevgan yosh san'atkor Otabek Yusupov bizning rahbarimiz, O'zbekiston xalq artisti Gavharxonim Matakubova badiiy rahbar shu yerda. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dilnoza Artikova bosh baletmeyster, xalqimiz sevgan san'atkor Rustam Boboyev muzika rahbari shu yerda, ustozlarimiz bor. Nurniyoz Karimov, Maqsud To'rayev, Ortiq Ortikov, shunga o'xshagan hamkasb do'stlarimiz. Endi bu yerda hozir odi chiqmay qolganlar mendan xafa bo'lmasinlar. Aytamiz desak, ustozlarimiz ko'rsatuvni faqat ustozlar nomini aytib, hamkasblarimiz hammasini bir chiroyli jamoa shakllanib ish olib borib turibmiz. Yaqinda aytganingizdek, shu Xalqlar do'stligi saroyida bir chiroyli konsert qildik. O'zingiz ham boradingiz shu yerda. Xalq to'la zal anshlag konsert bo'ldi desak menimcha. Tepada balkon ham to'la odam bo'ldi. Bizani jamoamizni yaxshi kutib oldilar. Toshkentda konsertda Xorazmchasiga degandagi Xorazmcha qo'shiqlar, Toshkent Farg'ona yo'llari, Qashqadaryo Surxondaryo yo'llari, turkmancha ham mana Bomurod ustozimizni qardosh xalq qo'shiqlaridan ham foydalanilgan qo'shig'ini aytdim shu yerda. Bomurod ustozni bir chiroyli kutib oldilar. Umuman gap yo'q. Estrada qo'shiqlarimiz ham bo'ldi. Uning ichida raqslar, har xil jamoaviy raqslar, yakka raqslar, juda bir chiroyli kayfiyat bilan qaytdik poytaxtga. Juda ham taassurotlar a'lo darajada desak, menimcha adashmagan bo'lamiz, sababi o'zimiz ham qatnashib qaytdik. Haqiqatda bir havas qilarli konsert dasturini eldoshlarimiz e'tiboriga mana birgalikda
tarannum ayladik. Bundan keyingi filarmoniya jamoasining ijodlarida ham ulkan parvozlar tilaymiz, xudo xolasa. rahmat. Nafaqat O'zbekiston bo'ylab, balki dunyoni turli jabhalarida Xorazm san'atini, Albatta. o'zbek san'atini baralla tarannum aylaysizlar degan umiddamiz. Albatta. Keling, shu o'rinda ana endi sizning ijroingizdagi go'zal navoiylarga yana bir bor navbatni bersak, ana undan so'ng suhbatimizni, dasturimizni yana davom ettirsak deymiz. Marhamat, 8 telekanali Orom baxsh dasturida Bekzod Rahmon kuylaydi. Eshik kapı açık yatsa, ağız birlikten derek. Eshik kapı açık yatsa, ağız birlikten derek. Elni ağzı bir bolsa, kapıga kulf ne gerek. Elni ağzı bir bolsa, kapıga kulf ne gerek. Konu qo'shniga hurmatda, to'y tomosha bo'l xizmatda. Konu qo'shniga hurmatda, to'ylarinda bo'l xizmatda. Yaxshilik qil yur izzatda, qalbingda ezgulik tilak. Elni og'zi bir bo'lsa, kapıga kulf ne gerek. Elni ağzı bir bolsa, kapıga kulf ne gerek. Tilab doim sog'amonlik, birga sur davri davronlik. Tilab doim sog'amonlik, birga sur davri davronlik. Katta hikmat musulmonlik, Alloh desa qalb yurak. Elni og'zi bir bo'lsa, kapıga kulf ne gerek. Elni og'zi bir bo'lsa, darvozaga qulf ne gerek. Birden diller iki yaxshi, do'stlik odam zotning naqshi. Birden diller iki yaxshi, do'stlik odam zotning naqshi. Do'stlikdan kuylar ey baxshi, birlashsa dag'ikor bilak. Elni og'zi bir bo'lsa, kapıga kulf ne gerek. Elni og'zi bir bo'lsa, darvozaga kulf ne gerek. Just bo'lganda ikkala yosh, xalqcham bo'lar qavmi qardosh. Just bo'lganda ikkala yosh, xalqcham bo'lar qavmi qardosh. Qazonlarda qaynab to'y osh, tabriklaşar to'y muborak. Elni og'zi bir bo'lsa, kapıga kulf ne gerek. Elni og'zi bir bo'lsa, kapıga kulf ne gerek.
saxiy emet el elatta, halka gerek bol hayatta. Saxiy emet el elatta, halka gerek bol hayatta. Keleceğin zürriyatta, örnek alar bizden güdek. Endi ağzı bir bolsa, kapıga kulf ne gerek? Endi ağzı bir bolsa, kapıga kulf ne gerek? Ne gerek? Ne gerek? Endi ağzı bir bolsa, kapıga kulf ne gerek? Endi ağzı bir bolsa, darvazaga kulf ne gerek? Bülbülge altından kafes tutmağın, bülbülge altından kafes tutmağın. Ana gülzar seyri çemen bir minnet, ana gülzar seyri çemen bir minnet. Yat yerlerde şahlık dava etmegin, öz elinde yürsen çoban bir minnet. Öz elinde yürsen çoban bir minnet. Yat yerlerde şahlık dava etmegin, öz elinde yürsen çoban bir minnet. Öz elinde yürsen çoban bir minnet. Ganimet dünyada minnet yamandır. Kim minnet körse ol zaferandır. Her kim öz uyunda şahtır sultandır. Üskül ben veyrane dükkan bir minnet. Üskül ben veyrane dükkan bir minnet. Her kim öz uyunda şahtır sultandır. Üskül ben veyrane dükkan bir minnet. Üskül ben veyrane dükkan bir minnet. Dostum diye hayal etme asrini, nagah ayırmasın hayat gülünden. Bin
nomard noinsof ustundan bo'lsa ham bir dona dushman beminnat bo'lsa ham bir dona dushman beminnat mingta nomard noinsof ustundan bo'lsa ham bir dona dushman beminnat bo'lsa ham bir dona dushman beminnat Boy kızı deyip beyanlardan kız almadan Ahu köz deyip ceyranlardan kız almadan Ay kızı deyip asmanlardan kız almadan Yerdeki yar vahiy taban beminnat Yetti umman, yetti derya kessayam Amrika açın felek yetsayam Ey sadayı yeryüzünü gezsayam Ana yurtum Özbekistan beminnat Ana yurtum Özbekistan beminnat Ey sadayı yeryüzünü gezsayam Ana yurtum Özbekistan beminnat Ana yurtum Özbekistan beminnat Katta rahmat Mehzod aka, go'zal navolar, chiroyli taronalar uchun yana bir bor minnatdorchilik izhor etamiz. Va endi navbatdagi savollarga yuzlanar ekanmiz. Mehzod aka, umuman bir ijodingizga qaraydigan bo'lsak, bir yengil-yelpi, bema'ni bir taronalar yo'q-da ijodingizda. Faqat shu ruschasiga bir filtrdan o'tilgan taronalar, haqiqiy bir cho'michkiladigan qo'shiqlarni ijro qilasiz. Keling, buni siri nimada yoki ateist yo'l qo'ymaydilarmi, yo'q buni aytma, buni aytgin deya ateist tanlab beradilarmi asarlarni? Keling, shu haqida bir to'xtalib o'tsak. Birinchi shu qo'shiq tayyorlagandan keyin birinchi dadamga eshittiraman. Mana shu akamni eshitib ko'ring, shuni qo'shiq aytaman deb keyin o'zini maslahatlarini beradilar. Berini minnat, berini bu pardani ol, berini bu so'zini ayt. Shuni bir ustozlarga eshittirmasak, albatta bir yaxshi qo'shiq bo'lmaydi deyman-da u. Chunki ustozlar bizdan oldin ijod qilganlar, ko'pni ko'rganlar, har xil qo'shiqlarni ham eshitganlar. Uning ichida yaxshisini ham, yomonini ham biladilar. Shuning uchun ustozlarga eshittirmasak bo'lmaydi yangi qo'shiqlarni. Albatta. Hozirgi endi yengil-yelpi qo'shiqlar deb biz ana bir shu xorazmiylarni aytibmiz. Bir qardosh qo'shiqlar so'zlari sayoz bo'lgan, muzikalari sayoz bo'lgan qo'shiqlarni yengil-yelpi desa bo'ladi. Bizning Xorazm sho'x qo'shiqlari bor, ularni yengil-yelpi emas, ularni yalla desa bo'ladi. Asosan yaratilgan yalla. Albatta. Xorazm yallalari, sho'x qo'shiqlari yalla deb aytiladi. Siz bayramlarni, yaxshi kunlarni tasavvur qilib bo'lmaydi masalan. Albatta, sho'x qo'shiqsiz iloji yo'q uni. Sho'x qo'shiqlar chiqarish kerak. Lekin shu xalqqa yaqin qilib so'zlar ham hammasi joyida, me'yorida, sevgi muhabbat to'g'risida bo'lami, boshqa vatan to'g'risida bo'lami, hammasi joy-joyida bo'lishi kerak. Shu so'zga tushadigan musiqa ham bastalab bilish kerak. Bir xil nimalar bor, qayg'uli so'zga ham sho'x qo'shiq qiladilar. Qayg'uli so'z bo'lib turibdi, lekin sho'x bo'lib ketadi. U to'g'ri kelmaydi-da u. Sal
ma'nodan kelib chiqib tanlash kerak musiqa janrini ham. mingliroq qilish kerak sal muzikasini, sal bir nima qilish kerakda, bir og'ir saldomli yo'llarda aytish kerakda, qayg'uli so'zlar bo'lsa. Shuning uchun aytib turibman-ku, masalan, yangi qo'shiq chiqarajak bo'lsam, so'zini ham, muzikasini ham shunga mos keladigan qilib chiqaraman-da. Bo'lmasa u qo'shiqni umri ham bo'lmaydi, u qo'shiqqa ham o'xshamaydi. Demakki, birinchi badiiy kengash dadangiz hisoblanadi. Dadangiz ko'rib beradilar, oilaviy ko'rilgandan keyin omma e'tiboriga havola etiladi. To'g'ri. Katta rahmat, javob uchun minnatdorchilik izhor etamiz. Dadangizni boriga shukr. Mana shunday salmoqli ijod namunalarini eldoshlarimiz e'tiboriga tarannum qilib kelyapsiz. Biz endi yoshligimizdan shu muhitda katta bo'lganmiz. Oilaviy san'atkorlarni uyida dunyoga kelgandan keyin shu ko'p ustoz san'atkorlar kelgan uyimizga, yoshlikdan shu eshitganmiz, san'atkorlarning ko'p qo'shiqlarini quloq qandi bo'lganmiz. Endi shu Bog'onat hamda ustozimiz yanında dadam ko'p yurganlari uchun bizani yoshlikdan shu san'at ko'proq singan bizani quloqimizga, ko'proq singan. Shuning uchun ham shu yo'nalishda ijod qilaman-da. Katta rahmat. Bizlarga shu ko'proq yaqin. Shu yo'l, shu yo'nalish bizlarga ko'proq yaqin. Katta rahmat, javoblar uchun minnatdorchilik izhor etamiz va keling, ana endi adaiz saralab bergan qaysi taronalarni eldoshlarimiz e'tiboriga havola qilamiz. Bugun ko'pincha shu Bog'onat ustozning qo'shiqlarini aytamiz. Xudo xolasa. Bugun mana ustozimiz hayot bo'lganlarida 85 yoshni qarshi olgan bo'lardilar. Joylari jannatda bo'lsin. Ustozning qo'shiqlarini kuylaymiz bugun. Xo'p. Demak, Bekzod Rahmon ijrosida ustoz O'zbekiston, Turkmaniston xalq artisti Bobomurod Hamdamov ijodidan go'zal navolarni tinglashda davom etamiz. Hey güzel bulsa men ne qilay, muhabbatim so'za sig'may g'azal bo'lsa men ne qilay, muhabbatim so'za sig'may g'azal bo'lsa men ne qilay, bo'lsang bog'lab qo'ydi meni holimda yuzi hammani, bo'lsang bog'lab qo'ydi meni holimda yuzi hammani, labing shirin shakar bo'lsa asal bo'lsa men ne qilay, labing shirin shakar bo'lsa asal bo'lsa men ne qilay, 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 labing shirin shakar bo'lsa asal bo'lsa men ne qilay. Sana yo'liqqandan bola es hushim boshdan begona, sana yo'liqqandan bola es hushim boshdan begona, azaldan bu ishga talmish kasal bo'lsa men ne qilay, azaldan bu ishga talmish kasal bo'lsa men ne qilay, 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 azaldan bu ishga talmish kasal bo'lsa men ne qilay. ishqa mubtalo bo'lg'ay, vusal vafosh bo'lg'ay, kim ishqa mubtalo bo'lg'ay, vusal vafosh bo'lg'ay, el
Dilda shunday maqol bo'lsa men nima qilay? Yolunda zamonla olup alışel bulsa men ne qilay? Gözlerini görmegen gün ömür emas coşkun üçün Canu tenin kara göze bedel bulsa men ne qilay? Canu tenin kara göze bedel bulsa men ne qilay? 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 Canu tenim kara göze bedel bulsa men ne qilay? Canu tenim kara göze bedel bulsa men ne qilay? Laberim karşında keldim Cüret eylep gül bilen Hislerim tolqin ulup Arzuğa bay küngil bilen Ey hislerim tolqin ulup Arzuğa bay küngil bilen Üzmedim senden közümni Termilip çehrengi yar Ne acab bağlansadirlar İşkdan azik kıl bilen Ne acab bağlansadirlar İşkdan azik kıl bilen Ey ne acab bağlansadirlar İşkdan azik kıl bilen Saçların müskü dilimni sarhoş etse tang emas Fahri termen sendegi ul Kapkara sümbül bilen Fahri termen sendegi ul Kapkara sümbül bilen Ey fahri termen sendegi ul Kapkara sümbül bilen Taze aşkım mevcut derya Bir haber sende ilaç Sırlı aşkın şahrına Sözleyin kaytil bilen kurmak sen bilen Nega kim gülşende gülhem
so'zlashir bulbul bilan. Yashirdim nazqaro isming, rashk etib raqiblardan. Yonib sevdi seni Nusrat, pokiza bir dil bilan. Yonib sevdi seni Nusrat, pokiza bir dil bilan. Ey, yonib sevdi seni Nusrat, pokiza bir dil bilan. Katta rahmat go'zal navolar uchun yana bir bor minnatdorchilik izhor etamiz va ana endi savollarga yuzlanadigan bo'lsak, keling bir noan'anaviy savol berib o'taman. Ya'ni ustoz O'zbekiston Turkmaniston xalq artisti Bobomurod Hamdamovni bilamiz, hamma fazilatlarini, xislatlarini hurmat qilasiz, o'xshashga harakat qilasiz. Keling ana endi shu o'zingizda bo'lishni xohlagan bir xislatlarini aytib o'tsangiz. Ustoz bir kamtarin, pasfil, bir yaxshi inson edilar. U hech qachon manmanchilik qilmaganlar, hech qachon hech yerda manmanchilik qilmaganlar. Shunday fazilatlari bor ustozni. Katta bilan katta, kichik bilan kichik. U bir katta bir lavozimda ishlaydigan odamga ham, katta lavozimda ishlaydigan odamga ham bir xil muomalada bo'lganlar. Bir kichkina bir dehqon odamga ham shu muomalada bo'lganlar ustoz. To'ylarga borganda ham qarab turamiz. Kim bilan qanaqa muomala qiladilar, rais bilan qanaqa muomala qilsalar, bir kichkina muxlis bilan qanaqa muomala qiladilar. Shu hamma bilan bir xil edilar ustoz. Endi hech kimni ko'nglini qoldirmasdan, hech kimni bir xafa qilmay, shunday bir chiroyli to'ylarni, konsertlarni o'tirar edilar. Biza bir qoyil qolib o'tirar edik. Bir haqiqatan sahnaga chiqqandan keyin bir chiqqanda 5 soat, 6 soat o'rinlardan turmasdan o'tirib xalqqa xizmat qilar edilar. Hech kim hech yerga ketmaydi. Oxirida kelin kuyovlar ham ruxsatini berib davradan chiqarib olgandan keyin endi qo'shiq eshitaman degan, yana o'tiraman, soz eshitaman, ovqat yeyman deydigan mehmonlar bo'lsa, yana yaqinroq kelinglar, sizlar yana qo'shiqlarim bor, hali hech yerda aytmagan yangi qo'shiqlarni boshqa aytib beraman sizlarga deb yaqinroq chaqirib muxlislarni qaytada yana yarim soat, bir soat shu yerda qo'shiq aytib beradi. Hammani rozi qilib, hech kim ko'nglini qoldirmasdan shunday davradan chiqib ketar edilar. Ustozga shunday bir pasfil inson edilar. Lekin ustozga har qanday bir havas qilardi, xislatlari bisyor inson bo'lganlar. Ustoz joylari jannatda bo'lsin deymiz. Bugun ustozni sha'niga qancha yaxshi niyatlarni, ustozni sha'niga qancha yaxshi istaklarni, duolarni qilsak arziydi. Albatta. Ustozni joylari jannatdan bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin deymiz. Va keling, ana endi ustozni ijodiga nazar solamiz. Yana bugun ustozni ko'p xotirlayapmiz, ustozni ko'p eslayapmiz. Shunday ekan, keling, ustozni ijodidan chiroyli go'zal navolarni yurtdoshlarimiz e'tiboriga yana bir bor havola qilsak, ana undan so'ng yana suhbatni davom ettirsak deymiz. Mayli. Bog'larga bahor tushdi, ayyomi gul yetishdi. Bog'larga bahor tushdi, ayyomi gul yetishdi. Guldan go'zallik aksi yetib qalbima tushdi. Guldan go'zallik aksi yetib qalbima tushdi. Aman aman kirdi, holim yomon kirdi. İki kaşık kavalı can kastı cana kirdi. İki kaşık kavalı can kastı cana kirdi. Egildi dil yüz para, besindi bara bara. Her yüreği ses birdi, yetsem dip
güzel yâre. Her yüreği ses birdi sen dip güzel yâre. Aman aman ekirdi, halim yaman ekirdi. İki kaşık havalı can kastı cana kirdi. İki kaşık havalı can kastı cana kirdi. Ahır dedim yürekke, şüperdin köp dilekke. Dedim yar salından ayrılmam yekke yekke. Dedim yar salından ayrılmam yekke yekke. Aman aman ekirdi, halim yaman ekirdi. İki kaşık havalı can kastı cana kirdi. İki kaşık havalı can kastı cana kirdi. Bağlarga bahar açtı, eyyamı gül yetişti. Bağlarga bahar açtı, eyyamı gül yetişti. Gülden güzellik eksi yetip kalbime düştü. Gülden güzellik eksi yetip kalbime düştü. Paydivar bolsun hanadan uyning. Paydivar bolmasa divar amanat. Evvel köngül koymay başlaman toyni. Sevgisiz aile rozgar amanat. Evvel köngül koymay başlaman toyni. Sevgisiz aile rozgar amanat. Amanat amanat tekrar amanat. Sevgisiz aile rozgar amanat. Yurtunu yaman dip hiç yatga kalma. Atını yaman dip piyada kalma. Yarını yaman dip yatga kalma. Yarından var fayda kuşlar amanat. Amanat amanat tekrar amanat. Yarından var fayda kuşlar amanat. Kasamlı ant bilen dembeden içmene. Kıyamet kılıngan bedenden uçma. Her neden geçseyem vatenden geçme. Bir vatan insanga pazar amanat. Amanat amanat tekrar amanat. Bir vatan insanga pazar amanat.
Bugün kılar kaçan bugünkü işni bermaydi qaytadan ömürni yaşni gelmegi bir zaman güzekli kışni quyoshlik chog'lari bahor omonat 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 tekrar omonat quyoshli chog'lari bahor omonat Eğer cüme nazar salsalar sıra ko'nglingizga gelmesin malol bir kun gözden küzeyese gel külal do'sti yar omonat didor omonat 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 tekrar omonat do'sti yar omonat didor omonat do'sti yar omonat didor omonat Katta rahmat Bekzod aka, go'zal navolar, chiroyli suhbatlar qolaversa, mana shu dasturdagi ishtirokingiz uchun yana bir bor alohida rahmatlarimizni izhor etamiz. Va keling, ana endi dasturimiz so'ngida hurmatli eldoshlarimizga, hurmatli sizning ixlosmandlaringiz qolaversa, bugungi dasturni ustoz Bobomurod Hamdamovni ko'plagan, minglagan muxlislari ham tomosha qilyapti desak hech bir mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Shu ustozni muxlislariga qolaversa, o'zingizni muxlislaringiz va eldoshlarimizga chiroyli istaklarni bildirib o'tgan holda dasturimizni o'z yakuniga yetkazsak. Rahmat, rahmat. Bugungi ko'rsatuv uchun avvalambor 8-telekanali rahbariyati shaxsan Ulug'bek og'amizga katta rahmat deyman. Orifjon, sizlar ham rahmat katta. Assalomu alaykum. Shu yerda yigitlar bor, operator yigitlar, hammasiga katta rahmat, o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Qolaversa mana xalqimiz bu chiroyli zamonda yashab turibmiz. Bunga behisob Alloh taolaga shukrlar qilamiz. Yurtimiz tinch bo'lsin. Bir ajoyib xalqimiz bor. Qo'shiq sevar, san'at sevar. Ilohim shu xonadonlarida yaxshi kun bo'lsin, xalqimizni to'ylar bo'lsin, yurtimizda bayramlar bo'lsin. Shu yaxshi kunlarda, bayramlarda biz va bizga o'xshagan bir yaxshi san'atkorlar borib xizmatda tursin ilohim. Ustozlarimizni umrlari uzoq bo'lsin, o'tganlarni Xudo rahmat qilsin. Ilohim shu kasbdoshlarimizni boshlari to'ydan chiqmasin. Hamma biz san'atkorlar sizlar bilan bayramlarda, to'ylarda ko'rishish nasib qilsin. Jonlarimiz omon bo'lsin, sog' salomat yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Katta rahmat, yana bir bor minnatdorchilik izhor etamiz. Dasturimizda mehmon bo'lib, go'zal navolarni eldoshlarimuz e'tiboriga havola qilganingiz uchun yana bir bor alohida rahmatlarimizni izhor etamiz. Shu o'rinda hali dasturlarimiz orqali sizni ko'plab dasturimizda kutib qolamiz. Ko'plab hali yana ishtirok etasiz, dasturimiz mehmoni bo'lasiz degan umiddamiz. Hurmatli 8TV telekanali Orom Baxsh dasturi ixlosmandlari, dasturimizning bu galgi soni orqali iste'dodli ijodkor Bekzod Rahmonni taklif qilib, e'tiborlaringizga go'zal navolarni havola qildik. Keyingi dasturlarimizda ustozlarimiz munosib izdoshlari o'zlarini chiroyli kuy qo'shiq navolariga ega bo'lgan ijodkorlarni dasturimiz orqali mehmon qilib, xonadoningiz mehmoni bo'lamiz degan niyatdamiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.
baland dağlar balandliğine quvonma. Baland dağlar balandliğine quvonma. Vaqtin kelsa tekiz yerdik bo'larsan. Tarang daryo haybatiga quvonma. Vaqtin kelib quruq cho'ldik bo'larsan. Vaqtin kelsa quruq cho'ldik bo'larsan, hay bo'larsan. Dağların arslanı Babur pelengi, ahırı teng bo'lar filpaşa cengi. Ceyhun deryasının Nilin nehengi, kulağına urgan hardik bo'larsan. Kulağına urgan hardik bo'larsan, hey bo'larsan. Kıyametten dursuz dedim bayağıda. Gera vardır yersiz urgan tayakta. Zalimler harp olar kalar ayakta. Garipsan yığlama şerdik bo'larsan. Garipsan yığlama şerdik bo'larsan, hey bo'larsan. Yaxşılar yanında yürgülsen özün, qır bolsun daima aytgan sözün. Alimlara uysan açılar gözün, cahillara uysan kördük bo'larsan. Cahillara uysan kördük bo'larsan, hey bo'larsan. Luqmandek her işni çarasın bilsen, Rüstemdek devlerini fermana salsan, İskenderdek yerini yüzüne alsan, yere yeksan bulup yerdik bo'larsan. Yere yeksan bulup yerdik bo'larsan, hey bo'larsan. Mahtum kırı karab sözle adaşını, Cayın bilip serf et bolsa aşını. Kamil tapsan koy yolunda başını, her izinden geçsen erdik bo'larsan. Her izinden geçsen erdik bo'larsan, hey bo'larsan. Garipsan yığlama şerdik bo'larsan, hey bo'larsan. Bo'larsan, hey bo'lursan.